بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاته وسلامه على رسول الله أما بعد muhtaram jamoat, hurmatli otaxonlar, aka opa singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Allohga shukrona hamd va sanolar, Rasulullohga salomlar, duolar bilan bu muborak ayyom suhbatimizni boshlaymiz. Avvalgi suhbatlarimizda Alloh taolo bu olamga o'zining bandalariga aminu umanolar qilib tayinlagan ulamolar haqlarida, ularning vazifalari, burchlari va ularni odamlar ustilaridagi haq va huquqlari xususida suhbatlashdik. Ular Alloh taoloni payg'ambarlarga yuklagan vazifalari, ulug' muqaddas burchlarini xalqqa yetkazuvchi vositalar bo'lib, boshqa odamlardan oldin birinchi galda Allohning amr va farmonlariga o'zlari xuddi payg'ambarlardek amal qilib ko'rsatishlari, namuna va ibrat bo'lishlari zarurligi va bunga tarixda, musulmonligimiz tarixida, ajdodlarimiz, ota bobolarimiz tarixlarida juda ham bir chiroyli misollar borligini eslab o'tdik. Biz bugun ana shunday olim va allomalarning ishlarida o'zlarining taqvolari bilan butun olamga ustoz sanalgan, o'z ilmlari, Alloh va payg'ambar yo'lidagi mehnatlari, jihodlari bilan hammaga ma'ruf va mashhur, buning ustiga siz bilan bizga vatandosh bo'lgan ulug' bir alloma haqlarida inshaalloh sizlar bilan suhbatlashamiz. Hazrat Imom Buxoriy hayotlari, u kishini talab ilmlari va Alloh va Rasul yo'lida ko'rsatgan matonatlari bu boshqalarga qaraganda ham bizga, bu yurtning fuqarolariga, u kishiga ham yurt vatandosh bo'lgan odamlar uchun yana ham muhimroq bo'ladi deb hisoblaymiz. Imom Buxoriyni dunyoga tanitgan narsa u kishini ilm yo'lida qilgan sa'y-u harakatlari. U kishining yozgan kitoblari Qur'oni Karimdan keyingi o'ringa ko'tarildi. Bunaqa sharafga dunyoda hech kim erishmagan va bundan buyoqda ham erishmaydi. Chunki bu Sahih al-Buxoriy kitobi bitta. Bu endi ikkita bo'lmaydi. Bundan buyoqda hech kimga bu narsa nasib bo'lmaydi. Allohning kitobidan keyingi kitob deb tan olinishi bu mana shu zotga yetarli sharaf. Bu kishi Buxoroda tavallud topganlar, hijratning 194-yilida dunyoga kelganlar. O'zlari ismlari Muhammad, otalarining ismlari Ismoil. Buxoriy nomi bilan mashhur bo'lib dunyoga tanildilar. Holbuki Buxoriy nomi bilan ma'lum bo'lgan olimlarning sonlari juda ham ko'p. Balkim bir necha yuzga borar. Ammo Buxoriy deganda birinchi galda o'zidan o'zi Hazrat Imom Buxoriy tushunadilar. U kishining ismlari Buxoriy emas, lekin shunday bir Buxoroga nisbat berilib dunyoga shu nom bilan taraldilar va bu kishi Buxoroni dunyoga tanitdilar. Bugungi kunda ham bu tomonlardan borganlarni Buxoriy deyshar ekan. O'zbekiston degan nom endi asta-asta odamlarni, ko'p ommani quloqiga yetib borayotgan bo'lsa, lekin bugungi kungacha bu tomonlarni O'zbekiston desa hech kim tanimagan. Toshkent desa tanimagan. Samarqand desa sal-pal tanigan. Buxoro desa, Buxoriymi? Tamam, Buxoriy deb hammasi keyin tushungan. Bunga sabab bo'lgan narsa mana shu odam. Imom Buxoriy Buxoroni olamga tanitgan va bu yurtning farzandlarini ham dunyoga tanitgan odam shu Muhammad, asl ismlari Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy. To'liq ismlari Muhammad ibn Ismoil ibn Ibrohim ibn Mughira ibn Birdasbeh. Katta bobolari Bardasbeh degan ismli odam. Bu kishi asli majusi bo'lgan ekan. Ya'ni islom kelmasidan oldin o'tib ketgan.
Keyin bobolari Ibrohim, Ismoillar haqida so'zlashadi. Bobolar Ibrohim haqida hech qanday aytarli so'z yo'q dedilar. Ammo otalari Ismoil bu kishi ilm ahli bo'lganlar. Bular haqlarida Ibn Hibbon o'zlarining kitoblarida bir qancha ma'lumotlarni keltirgan ekanlar. Otalaridan yoshgina yetim qoldilar. Onalari va akalari bor ekan. Akalari ismlari Ahmad. 10 yoshgacha taxminan Buxoroda maktabda tahsil ko'rib, boshlang'ich ta'limotni oldilar. Keyinchalik onalari akalari bilan birgalikda haj safariga otlandilar. Keyin shu bilan birga talaba ilm safari ham qo'shilib ketdi. Bu kishi o'z davrlarining eng mashhur ulamolaridan dars oldilar. Yoshliklaridan boshlab hadis ilmiga juda ham qiziqib qolgan ekanlar. O'qigan hadislari yod bo'lib qolaverar ekan. Boshqa sheriklar hayron bo'lishar ekan bu kishini zakovatlariga. Darsga qatnasalar qalam daftar ishlatmas ekanlar. Keyin sheriklari bu kishini malomat qilishar ekan. Darsga yaxshi qatnashmaydi, ahamiyat bermaydi, hech yozganini ko'rmaymiz deb bu kishini tanqid qilishar ekan. Oxiri lekin bir kun juda ham gap ko'paytirib yordinglar men haqimda. Bo'pti qani, bo'lmasa yozganingni olib kelinglar debdilar. Ular hammalari sinfdoshlari, o'rtoqlari ham darslari yozgan chizganlarni ko'tarib kelishibdi. Imom Buxoriy olgan darslarini hammasini yoddan aytib berdilar. 15 mingdan ortiq hadisni bir o'sha o'tirishda hammasini ketma-ket hech bir joyini tushirmasdan aytib berdilar. Undan keyin hamma o'rtoqlari qoyil qolishib, shundan keyin o'zlarini ustozning og'zidan yozib olgan hadislarini dars tugagandan keyin Imom Buxoriydan tekshiradigan bo'lishgan ekan. U kishi faqat eshitib o'tiraganlar, yodlab qolar ekanlar. Shu eshitganlari yod bo'lib qolar ekan. Alloh taolo u kishiga shunaqa marhamatni, ne'matni ato qilgan ekan. Eshitib, xuddi magnitofonda yozilganday u kishiga xotiralariga yozilib qolar ekan. Boshqalar keyin o'zlari og'izdan yozib olayotgan paytda tushirib qo'ygan joylarini bu kishidan tekshirtirib oladilar. Ilm talabi yo'lida dunyoni kezdilar. O'sha mahalda Xuroson deb nomlangan bu kattakon bir hudud, bu Eron va Afg'oniston mana shu tomonlarning hammasidagi ulamolar bilan u kishi ularni darslarini, hadislarini o'rganib, Iroq mamlakatidagi barcha muhaddis olimlarni qayerda bir agar mashhur olim bor ekan deb eshitsalar, hammalarini borib darslarini olib, ularni tinglab, Hijoz va Shom va Misr ham qolmasdan barcha o'sha zamondagi mashhur olimlarini ilmlarini oldilar. U kishi ilm o'qigan ustozlarning soni mingdan ortar ekan. Mingdan ortiq ulamolarni, hadis ulamolarini darsini oldilar. O'zlari rivoyat qilishlaricha Al-Jami'us Sahih kitoblarini 16 yil davomida yozdilar. Bu kitoblarga kirgan hadislarning soni 4000 dan ozgina oshadi. Lekin shu 4000 hadisni yozish uchun u kishi 600 ming hadisdan tanlab oldilar. 600 ming hadisni o'rgandilar. Shularning ichidan 4000 tasini saralab oldilar. Endi buni ichidagi bu yo'ldagi mashaqqatni o'zlaringiz tasavvur qila olasizlar. 600 ming hadis qayerda-yu, 4000 ga qayerda? Bu kishi mana shu qilgan ishimni o'zim bilan Allohning o'rtasiga bir hujjat qildim. Qiyomat kuni Alloh taoloning marhamati, muruvvatiga sazovor bo'lishimga umid etaman deb Alloh uchun xolis bu ishini u kishi ado qildilar. Bu Imom Buxoriyning kitoblarini yozilish tarixiga nazar soladigan bo'lsak, ozgina hadis ilmi tarixiga ham e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam zamonlarida hadis yozilmagan. U kishi bundan qaytarganlar, sababki Qur'oni Karim nozil bo'layotgan paytida
Qur'on bilan payg'ambarning so'zlari adashib aralashib ketmasin degan mulohaza uchun hadisni yozish taqiqlangan. Uzoq vaqt davomida hadislar yozilmasdan faqatgina yod bo'lib odamlar o'rganib kelganlar. Birinchi jihati, demak, Qur'onga aralashib ketmasin. Qur'on mustahkam joy olsin odamlarning qalbidan va ularning turmushlaridan. Ikkinchi jihati esa, o'sha paytda yozadigan odamlar, kitobat biladigan, yozuv chizuvni biladigan odamlarning sonlari kam edi. Undan tashqari mana shu yozuv chizuvni bilish nodir holat bo'lgani uchun ham odamlar yozuv chizuvga emas, balkim eshitishga ko'proq ahamiyat berardilar. Birdan bir ulardagi imkoniyat eshitib yod olish edi. Shuning uchun o'sha paytdagi odamlarning xotira quvvatlari nihoyat darajada yuksak bo'lgan ekan. Demak, yozilmagandan keyin, yozuv chizuv kam bo'lgandan keyin yodlab qolishga odam majbur bo'ladi, o'zini shunga majbur qiladi va shunga odatlanadi. Demak, mana shu ikkita jihati bilan hadislar yozilmadi. Birinchidan Qur'onga aralashib ketmasin deb, ikkinchidan yozishga avvalda ehtiyoj uncha tug'ilmadi. Odamlarning xotiralari yaxshi edi. Zaman o'tgan sayin, vaqt o'tgan sayin xotiralar ham zaiflashib boraverdi. Bundan tashqari keyinchalik turli xil noto'g'ri mazhablar paydo bo'la boshladi. Adashgan, zalolatga ketgan toifalar, xavorijlar, qadariylar va shunga o'xshagan toifalar ko'payib ketgandan keyin hadislarni yozib, buni endi kitob shakliga keltirishga ehtiyoj tug'ildi. Bu tobiinlar asrining oxirroqida, ya'ni sahobalar o'tib ketganlardan keyin tobiinlar davrida shunaqa har xil bid'atlar kuchaydi. Payg'ambar aytmagan so'zlarni aytdilar deb yolg'ondan hadislar to'qish avjiga minib ketdi. Har bir toifa, har bir firqa o'zini maqsadini amalga oshirish uchun endi yolg'on tomonga ham o'tib keta boshladilar. Xiyonatlarga qo'l ura boshladilar. Hadislarni to'qib, yolg'ondan tarqata boshladilar yolg'on hadislarni. Shundan keyin hadislarni yozishga ehtiyoj tug'ildi. Birinchi bo'lib hadislarni yoza boshlagan olimlar Ar-Rabi' bin Subayh, bu kishi 160-yilda vafot etgan ekanlar. Yana birlari Said ibn Abi Uruba degan kishi 156-hijriy sanada vafot etganlar. U kishidan keyin ko'pchiligimizga ma'lum bo'lgan, ilgari biz u kishini haqlarida hikoya qilib o'tganimiz, Hazrat Imom Malik ibn Anas Al-Muatta degan kitoblarini tasnif qildilar. Bu hadis ilmidagi birinchi yozilgan kitoblardan hisoblanadi. Bu kitobda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam so'zlari bilan birga sahobalarning so'zlarini, tobiinlarning fatvolarini ham aralashtirib yozilgan. Lekin keyinchalik faqatgina payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni o'zlariningina so'zlarini yig'ishga ehtiyoj tug'ildi. Demak, Imom Buxoriygacha ham boshqa ko'p olimlar chiqdilar, hadis yoza boshladilar, kitob holiga keltira boshladilar. Bulardan yana birlari Imom Ahmad ibn Hanbal, Ishoq ibn Rohavay degan kishilar edilar. Bular Imom Buxoriyga ustoz ham bo'lishdi. Imom Buxoriyning ustozlaridan Ishoq ibn Rohavay degan kishi o'sha paytida Amirul Mu'minin fil hadis wal fiqh degan laqab olgan ekanlar. Ya'ni Amirul Mu'minin hadis va fiqh ilmida mu'minlarning amiri degan ulug' bir maqomga u kishi erishganlar. Shu kishining huzurlarida bir kun dars olayotgan paytlarida u kishi aytgan ekanlarki, qaniki ichingizdan bir himmatli odam chiqsa-yu, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan vorid bo'lgan hadislarning faqatgina sahihlarini tanlab, jamlab bir kichkinagina kitobcha holiga keltirsa ham bir ajoyib ish bo'lardi-da degan so'zni aytganlardan keyin meni qalbimga shu narsa o'rnashib qoldi. Shundan keyin men o'sha ustozimning so'zlari menga turtki bo'lib, bu ishni boshladim dedilar. Shunday qilib 16 yil muddat davomida bu hadis kitobini, hadis to'plamini dunyoga kelishiga bu kishi sabab bo'ldilar. Yozganlardan keyin bu kitoblarini o'sha zamon ulamolaridan Ahmad ibn Hanbalga, u kishi ham Ahmad ibn Hanbal o'zlarining kitoblarini musnad deb nomlaganlar, bu kitobni yozganlar. Ichida sahihlari va hasan hadislar, boshqa muhaddislar ham esa kitoblarida har xil
toifadagi hadislar, jumladan zaif hadislar ham aralash bo'lib ketgan ekan. Shundan keyin bu kishi faqatgina sahih hadislarni jamlab, keyin ustozlarga ko'rsatdilar. Ahmad ibn Hanbal va Ali ibn al-Madini va boshqa kishilarga ko'rsatganlarida ular bu kitobga juda katta baho berdilar. Hammalari buni ulug'ladilar va faqatgina 4 ta hadisda ular mulohaza yuritib kelishmadilar. Shu Sahih al-Buxoriyda 4 ta hadisni ular muhokama qilib qoldilar. Lekin oxir-oqibat Imom Buxoriyning so'zlari haq bo'lib chiqib, demak Sahih al-Buxoriyda kelgan hadislarni birontasiga ham hech bir e'tiroz qolmadi. E'tiroz qilishga o'rin ham yo'q edi, chunki 600 ming hadisdan tanlanib, faqatgina 4000 ga saqlanib qolishi bu o'zidan o'zi ma'lum. Endi Imom Buxoriy ilm yo'lida qilgan bu harakatlarida u kishining taqvolari, Allohning huzurida rost va chin mo'min sifatida turgan bir kishi ekanliklari albatta har bir talaba ilmga bu bilinishi kerak bo'lgan. Ilm bu Allohning mo'jizasi, Parvardigorning bir hadiyasi. Har qanday joyga joy bo'lmaydi. Bu bir pokiza narsa, pokiza qalbga, pokiza bir badanga joy bo'ladigan bir haqiqat. Shuning uchun ham ilm ahllarini hayotlari, turmush tarzlari, ularning taqvolari bugungi kundagi talabalarga, talab ilmlarga va ahli ilmlarga ham albatta bilinishi zarur bo'lgan va ibrat olib ergashilishi zarur bo'lgan bir xislat. Shuning uchun ham Imom Buxoriyning hayotlarida u kishining odamgarchiliklari, insoniyatga xos bo'lgan, insoniylikka xos bo'lgan fazilatlaridan ba'zi birlarini eslab o'tamiz. U kishi kasb korlardan, tijorat bilan shug'ullangan ekanlar. Ahli ilmlarning hammalari ham qadim-qadimdan biron bir kasbning egasi bo'lishgan. Odamlarning ustida ularga yuk bo'lib yurishmagan, ularni beradiganiga ko'z tikishmagan. O'sha Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni hadislariga amal qilib, yuqoridagi qo'l pastdagi qo'ldan ko'ra yaxshiroq degan narsaga e'timod bilan o'zlarini kasbkorlari bilan, tirikchiliklari bilan kun kechirishgan. Jumladan Buxoriy hazratlari ham tijorat bilan shug'ullangan ekanlar. Kunlarning birida u kishiga tanishlardan birlari bir mol keltirib berdilar, uni sotib oldilar. Keyin oradan biroz vaqt o'tgandan keyin uni tojirlarga, tijoratchilarga taklif qildilar, ko'rsatdilar. Keyin bunga savdogarlardan birlari xaridor bo'lishdi. Ular taklif qilgan narx Imom Buxoriyga 5000 dinor foyda keltirar ekan. Shunda ertaga kelarsizlar deb aytdilar. Ha ham demadilar, yo'q ham demadilar, lekin ertaga kelasizlar bo'lmasa ham dedilar. Ertasi bo'ldi. O'sha birinchi xaridorlar kelgunga qadar boshqa xaridorlar kelib qolishdi. Ular boshqa bir narxni taklif etishdi. Bu molning narxi mana buncha deydi. Ularni beradigan narxlari Imom Buxoriyga 10,000 dinor foyda keltirar ekan. Lekin Buxoriy hazratlari ularga bermadilar. Aytdilarki, kecha sizlardan oldinroq bir tojirlar kelishuvdi. Ularga men beraman deb, xo'p deb va'da qilgan emasdim, ammo ko'nglimdan o'tuvdi. Dilimdan o'tuvdi, mayli, shularga bersam berarman dedim. Shuning uchun kechirasizlar, men bu molni o'shalarga beraman deb ularni kutib turdilar. Bu mana ahli ilmlarda bo'ladigan fazilat, taqvodor odamlardagina uchraydigan bir noyob, nodir xislat. Shariat masalan shunga buyurmaydi, ko'nglidan o'tib qolgan narsani qilishga majbur qilmaydi, lekin ular shu narsaga amal qilgan ekanlar. Darsdan bo'sh paytlarida har xil mashg'ulotlar bilan shug'ullanar ekanlar. Kamondan o'q otishni, yoy otishni yaxshi ko'rar ekanlar. Bir kuni darsdan bo'shagandan so'ng bir maydonga chiqib, daryo bo'yida kamondan o'q yoy otishni mashq qila boshlashdi. Bu kishining ham darslaridan birlar aytadilarki, bu kishini faqatgina 2 marotabagina ko'rdim xolos, nishonga o'qni tekqaza olmaganlarini. Doim u kishi nishonni shunday bir urardilar. O'q otayotgan paytimizda o'q yoy, bu kishi otgan o'q yoy daryo ustiga qurilgan ko'prikni ustunchasiga borib tegdi, ozgina joyini shilib o'tib ketdi. Keyin borib, hali joyini ko'rib, to'xtatdilar hammamizni. Keyin
qaytdik, manzilimizga qaytib borganimizdan keyin menga iltimos qildilarki, birodar, ey Abu Ja'far, sizdan bir iltimosim bor, borib mana shu ko'prikning egasini topasiz. Keyin shu odamdan so'raysiz, biz shunaqa mashq qilayotib, siz qurgan ko'prigingizni bir poyasiga, ustunchasiga bizni otgan o'qimiz tegib ketdi. Unga bir zarar yetkazdi, kichkina bo'lsa ham. Shuning uchun bizni bu mushkulotdan qutqaring, iltimos, shuni pulni oling yoki bo'lmasam boshqa bir chorasini ko'rsating deb aytasiz dedilar. Keyin haligi odam borib ko'prikning egasini topib, u kishi Humayd ibn al-Akhdar degan odam ekan. Buxoriyning so'zlarini yetkazdilar. Abu Abdullah sizga shu so'zni aytib yubordilar. Iltimos qilyapsizlarki, shu narsani haqqini o'zingiz chiqaring. Shunga yetkazilgan zararni Abu Abdullah to'lamoqchi. Yoki bo'lmasam boshqa bir yo'lni ko'rsating, rozi bo'ladigan yo'lingizni. Bu gapni eshitgandan keyin haligi odam juda xursand bo'lib ketdiki, Abu Abdullah shu ishni qilgan bo'lsa, men juda ham xursandman. Mana hamma ma'lum mulkim Abu Abdullohga fido bo'lsin, borib unga mening salomimni yetkazib qo'ying dedilar. Buni eshitgandan keyin Abu Abdullah xursand bo'lib o'sha kuni qo'llaridagi bor narsalarning hammasini kambag'allarga sadaqa qilgan ekanlar. Dars paytida u kishi dars olayotgan ustozlarning ko'zlari ojiz ekan, bir ustozlari. Shunda kunlardan birida u kishiga dedilarki, Abu Ma'shar degan kishiga, ya Abu Ma'shar, bizni bir malomatdan qutqarsangiz meni, mendan rozi bo'lib qo'yishingizni so'rayman. U kishi dedilarki, ustozlari, ha nima bo'ldi? Siz dars o'qiyotgan paytingizda ko'pincha qo'lingizni qimirlatasiz, boshingizni qimirlatasiz. O'sha menga ta'sir qilib, kulgim qistab bir kun sal kulib yubordim. O'shaning uchun mendan rozi bo'lishingizni so'rayman yoki bo'lmasa menga biron bir narsani buyuring-ku, men shundan qutulayin Allohning huzuriga. Tag'in sizning haqqingiz meni yelkamda qolgan holda ketib qolishdan qo'rqaman dedilar. Shundan keyin ustozlari, Alloh sizga rahmatini yog'dirsin Abu Abdullah, men sizdan mingdan roziman dedilar. Shunchaki o'tirganda ham, odamlar bir-biri bilan suhbatlashganda ham, so'ylashganda ham bir-birining ustida haqqi borligini demak bu yerdan anglasak bo'ladi. U shunchaki insonni ba'zida kulgisi qistashi mumkin, biron bir odamning qilgan qilig'i, harakatidan u odam beixtiyor o'zi ta'sirlanib, sal g'alatiroq holga tushib qolishi mumkin. Imom Buxoriy hazratlari shu bir yuzlarida tabassum paydo bo'lganini ham o'zlaricha nohaqlik deb bildilar. Birovni haqqiga xiyonat deb bildilar va shuning uchun ham qo'rqib, u kishidan bo'lmasam ko'zlari ojiz, uni ko'rmaydilar, bilmaydilar, ha bilmadilar deb ketaversalar, birov bir narsa demasdi balkim. Bu kishi aytardilarki, oxiratda Xudo xolasa menga hech kim da'vogar bo'lmasa kerak. Men hech kimni haqqini ustunda qoldirmaslikka harakat qilaman dedilar. Shunda Varroqul Buxoriy aytgan ekanlarki, ey Abu Abdullah, ba'zi odamlar sizning haqqingizni gapirishadi. Siz bunaqa deysiz-ku, oxiratda hech kimni haqqi menda qolmasa kerak, Xudo xolasa men shunga xarisman, shunga qattiq harakat qilaman. Har bir odamning ham ma'naviy, ham moddiy haqqi, biron bir zarra haqqi menda qolmasligiga intilaman deysiz-ku, lekin odamlar siz haqingizda gapirishyapti. Nima deyishyapti? Siz tarix yozgansiz, to'g'rimi? To'g'ri. Shu tarixingizda siz o'tgan odamlarni gapirgansiz. O tarix hammasi oppoq emas. Tarix bo'lib o'tgan voqealarning ichida hammasi yaxshi voqealar emas. Ichida yomonlari bo'ladi, zulm bo'ladi, boshqa bo'ladi, har xil holat. Tarixchi bularni hammasini ro'y rost yozish kerak. Siz tarixingizda ko'p odamlarni gapirgansiz, yozgansiz. Shuning uchun sizni odamlar mana bu yozgan ishlari bu odamlarning g'ibati bo'ladi. Tarix degani bu g'iybat degani, o'tgan odamlar qilgan ishlarini gapirish, yozish, bu ayblarini yozish. G'iybat nima degani? Bor narsani gapirsa g'iybat, yo'q narsani gapirsa tuhmat bo'ladi. Siz tarix yozib qo'yibsiz, g'iybat qilibsiz deb odamlar gapirishyapti-ku dedilar. Demak, ular har bir buni hazil, mazoh tarzida aytganlari yo'q. Qilayotgan ishlarini har bir so'zini ular shariat tarozisiga solib keyin qilishardi. Shu ishingiz g'iybat bo'lib qolmasmikan deb tashvishlanib ular gapirdilar. Shundan keyin Imom Buxoriy hazratlari javob berdilarki, yo'q, men bu ishimni g'iybat demayman. Bu zarurat, bu to'g'ri ish, chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam huzurlariga bir yomon odam kelganda
Tashqarida ostonada turgan paytda sahobiylar deyishdiki, "Ya Rasululloh, falonchi keldi, oldingizga kirmoqchi." Shunda payg'ambar aytdilar: "Bi'sa akhul ashirati." O'sha qavmning ichidagi qanday ham bir yaramas odam, qanday ham bir yomon odam u dedilar. Shundan keyin kirsin dedilar. U odam kirdi. Rasululloh u kirgandan keyin juda bir yaxshi muomala qildilar. Kulib, tabassum bilan yaxshi shirin muomala qilib chiqarib yubordilar. Keyin buni ko'rib, "Ya Rasululloh, kelganda kirmasdan oldin qanday ham bir yaramas odam dedingiz. Kirgandan keyin bir boshqacha muomala qildingiz. Bu qanday bo'ldi?" deyshti. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam: "Shunaqa odamlar ham borki dunyoda, biz ularning yuziga tabassum bilan qaraymiz-u, qalbimiz ularga la'nat aytib turadi" dedilar. Demak, bundan ko'rinadiki, yomonni yomonligini aytib qo'yish, ogohlantirib qo'yish bu shar'an durust va balkim zarur. Shuning uchun ba'zi bir odamlar birov haqida bir yomon gap eshitsalar, aytmasdan yuradilar. Har xil mulohaza qilib, g'iybat bo'ladimi deb qo'rqadilar. Yoki sizni ko'nglingizni xafa qilmoqchi emasdik, sizni dilingizni xutom qilmaylik deb, ko'nglingizga bir tashvish solmaylik dedi. Deb shu narsani yetkazishdan tiyiladigan odamlar borlar. Lekin yomonligi agar odamlarga, boshqalarga ta'sir etayotgan, boshqalarga uning kasr urishi mumkin bo'lgan bo'lsa, xavf bu. Buni egasiga yetkazib ogohlantirib qo'yish, insonni xavf xataridan ogohlantirish, mo'min musulmonni zarar va kulfatdan saqlashga qo'shilgan bir hissa bo'ladi. Eshitib, bilib, indamasdan ketgan odam shu mo'min musulmonning boshiga shu kulfat yog'ilsa yog'ilaversin, battar bo'lsin deganday bo'lib, o'zi o'sha ishni qilmasa ham o'shanga sherik bo'lgan bo'ladi, u ham gunohdan nasiba oladi. Inson ilonni, chiyonni, bo'rini yomonligini biladi. Inson bolasi borki, go'dakligidan bo'rilar haqida ertaklar aytib, bo'ri undoq qilibdi, bundoq qilibdi, odamni yeb qo'yibdi, qilib ertak aytadi. Shuning uchun hamma bo'ri yomon deb biladi. Odamni yeb qo'yadi bo'ri. Ehtiyot bo'lish kerak. Lekin biror marta odam yeganini ko'rganmisizlar? Mana shu yerda o'tirganlar bironta bo'rini, bironta odamni tutib olib yeyotganini ko'rganmi? Hech kim ko'rgan emas. Chiyon andasanda chaqib turadi. Lekin hammani chaqqan emas. Ilon ham shunaqa. Lekin ilon chiyonni ko'rsa inson ehtiyotini qiladi, qochadi. Bo'rini ko'rsa qochadi, o'zini himoya qiladi. Chunki biladi-da, bo'ri, ilon, chiyon bu yomon narsa. Shuni yomonligini o'rgatilgani uchun biladi-da. Agar shuni o'rgatilmasa, bola go'dakka oldiga chiyon qo'yadimi, boshqa narsani qo'yib yuboradimi, farqiga bormasdan ushlab oladi. U chaqib oladi. Shuning uchun uni ko'rsatiladiki, mana shu dumgajay narsani qayerda ko'rsang qochgin deb uni ta'riflab tushuntirib, hatto ko'rmagan bo'lsa ham rangi sariq bo'ladi, ba'zisi ko'karib ketadi. Dumi mana bunaqangi bo'ladi qilib rasmlarda chizib ko'rsatiladiki, ogohlantirish bu zarurat. Demak, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam boshqalar ogoh bo'lib qolsin, bilsin deb buni aytdilar. Imom Buxoriy shu hadisni keltirdilar. Rasululloh shunaqa deganlar: "Men hech kimga tuhmat qilmadim, hech kimni men g'iybat qilmadim" deb o'zlari aytdilar. Nimaiki bilsam, tekshirib, nihoyat darajada uni rost yoki boshqa ekanligiga aqlimni yurg'izib, rostligiga aniq ishonch hosil qilganimdan keyin yozganman dedilar. Bu o'sha hadislarni saralagan paytdagi harakatlari ham o'zidan o'zi shunga dalolat qiladi. Hattoki rivoyat qilishlaricha bir hadisni kimdan eshitganligini so'rab, u bundan eshitgan, bu undan eshitgan, siz kimdan eshitgansiz? Falonchidan. Falonchiga borib undan o'rganib, siz kimdan eshitgansiz? Pistonchidan. O'shandan o'rganib to Rasulullohgacha olib boriladigan zanjirni hammasini hech bir joydan uzilib qolmasdan yetkazib keyin rivoyat qilganlar. Shunday hadislarni birini izlab yurgan paytlarida falonchi aytganida shu hadisni deyishgan, o'sha falonchini oldiga borib ostonadan qarab uni chaqirmoqchi bo'lib turgan ekanlar. Hovlida u odam oti yechilib ketgan ekan, qochib ketgan ekan oti, hovlida aylanib yurgan ekan. U odam
bir qopni ushlab beh deb haligi otni ketidan chaqirib boshqa qilibdi. Keyin ot aylanib har safar ovqat yeydigan haligi qopini ko'rgandan keyin lekin sho'xligi to'xtab yana qaytib egasini oldiga kelib qopga shunday boshini engashtirgan paytda boshidan ushlab quchoqlab bog'lab olgan ekan. U qopda hech narsa yo'q ekan. Yolg'ondan hali otni aldab keyin tutib olgan ekan. Shu sifatini ko'rgandan keyin qaytib ketavergan ekanlar, so'ramasdan. Bo'ldi. Mana shu sifatining o'zi bu odamni qanaqa odam bo'lishi mumkinligiga hujjat, bu dalil yetadi. Hayvonni aldagan odamni ham aldashi mumkin deb qaytib ketishgan. Ya'ni bu borada ular juda ham bir ehtiyotkorlikni qo'ldan boy berishmagan. U kishi mana shu hadislarni tekshirib yozayotgan paytlarida roviylarni, hadis rivoyat qiluvchilarning tarixini, qachon tug'ilgan, qachon vafot etgan, qayerda dars olgan, kimda o'qigan, uni o'zi yurish turishi qanaqa bo'lgan, xulq atvori qanday bo'lgan, odobi axloqi qanaqa bo'lgan, odamlar bilan bo'ladigan munosabati, muomalatlari qanday, taqvosi qanaqa, hammasi tekshirilib keyin uning hadisi olingan. Hadis sahih deb nom berilish shartlaridan biri o'sha hadis to payg'ambargacha yetib boradigan zanjiri uzilmaslik kerak. Kim kimdan eshitgani aniq ulanib Rasulullohgacha yetish kerak. Bu ittisolus sanad deyiladi. Bundan tashqari ikkinchi bir jihati ham borki, roviylar hammasi adil bo'lish kerak. Odil bo'lish kerak. Bu yerdagi odillik deganimiz bizning tushunchamizdagi odillikdan ko'ra kengroq, chuqurroq. Shariatda hadis ulamolar o'rtasidagi adolat deganning sharti juda ham ko'p. Adolat sharti u odam o'zi bizning tushunchamizdagi adolatli bo'lishi ham bir ichida bor-u, lekin undan tashqari axloq va odobda hammaga namunali odam bo'lishi shart. U odam taqvodor bo'lishi shart. Hech bir nojo'ya ish qilmaydigan, odamlar uni nojo'ya ishda ayblamagan kishi bo'lishi shart. O'shanday odamning hadisi sahih bo'lishi mumkin. Shu darajada ular tekshirganlar. Imom Buxoriy shunaqa tekshiruvga odamlarni, roviylarni tekshirib ularning hadislarini olishga majbur bo'lgan bo'lsalar-da, yaxshisini yaxshi deb, aksini o'shani aksicha o'ziga yarasha baho berishda ham ehtiyotkorlik qilgan ekanlar. Yaxshini yaxshi deyish oson, ammo yomonni yomon deyishda ham ehtiyot bo'lar ekanlar. Shuning uchun kitoblarda deydilar, kazzob yoki vaddo degan so'zni ishlatmasdilar. Hadis yozuvchi, hadis aytuvchi odamlarning ichlarida kazzoblari bo'lgan. Kazzob rosa yolg'onchi degani. Vaddo hadis to'quvchi, juda ham zo'r to'quvchi degani. Lekin shunaqa odamlar ko'p bo'lishiga qaramasdan, Imom Buxoriy shunaqa odamlarga ro'baro kelsalar, shuni yozmas ekanlar. Shunaqa deb. O'sha odamlar haqida agar so'z aytish kerak bo'ladigan bo'lsa, faqat aytarganlarki, kazzabahu fulan, falonchi bu odamni kazzob dedi. Bu odam haqida yolg'onchi degan gapni pistonchi aytdi deb qo'yarkanlar xolos. O'zlarining nomlaridan bu odam kazzob, yolg'onchi demas ekanlar. U yolg'onchiligi aniq bo'lsa ham, aniq yolg'onchi odam bo'lsa-da, o'zlarining nomlaridan aytmasdan shunaqa deyilgan. Yoki bo'lmasam u haqda bir mulohaza bor deb qo'yarkanlar. Fihi nazar deyirkanlar. Yoki sakatu anhu deb qo'yarkanlar. Ya'ni u odam haqida jim bo'lishdi, gapirishmadi. Ya'ni bu degani u odamning yaxshi fazilati yo'q. Yoki unda mulohaza bor. Mulohaza bo'lgandan keyin har xil gap bo'lishi mumkin demak. Imom Buxoriy odamlarga shunday baho berganda, roviylarga mana shu so'zlar bilan to'xtarkanlar, kifoya qilarkanlar. Ya'ni hech bir insonga tuhmat qilmadim. Hech bir odamning ustida ortiqcha gapirmadim. Shuning uchun inshaalloh umid etamanki, Allohning huzuriga borganda hech bir kimsa inshaalloh menga husumatchi bo'lib, menga da'vorgar bo'lib, haqqim bordi sizda, men haqimda noto'g'ri gapirdingiz deydigan odam bo'lmasa kerak deb umid etaman deganlar. O'shandan keyin mana bu so'zlar aytilgan ekan. Ibodatlar haqida hikoya qilishadiki, bir kun Imom Buxoriy namoz o'qiyotgan paytlarida bir ari kelib chaqqan ekan. 17 marotaba chaqqan ekan.
keyin namoz o'qib bo'lganlardagi nimadir menga xalaqit berdi shu namozimda nima ekan qaranglarchi desalar bir ara bir oyat o'qiyotgandim, juda yaxshi ko'rib o'qiyotgandim, shuning uchun unga qarashgadan ko'ra namozimni davom ettirishni ma'qul ko'rdim degan ekanlar. O'sha chaqqan joylari shishib chiqqan ekan, ammo namozlarini o'sha qanday o'qigan bo'lsa shundaycha davom ettirib ketavergan ekanlar. Bu kishi Ramazon kechasi bo'ladigan bo'lsa, ashablari, shogirdlari, zamondoshlari birga yig'ilib kelishar ekan oldilariga, birga kechasi tarovih namozlarini o'qir ekanlar. Har rakatga 20 oyatdan sura Zam qilar ekanlar. Shunday qilib Qur'onni xatm qilishar ekan. O'zlari esa har kechasini ikkinchi yarim bo'lganda Ramazon kechasida ayniqsa Qur'oni Karimni 3dan 1ni o'qir ekanlar. Bir kechada 3dan 1ni o'qir ekanlar. 3 kechada Ramazonning har 3 kechasida Qur'oni Karimni betidan xatm qilar ekanlar. Yana aytadilarki, u kishi har kecha Ramazondan tashqari paytlarda ham sahar vaqtiga yaqin o'rinlardan turib 13 rakat namoz o'qirdilar, oxirida 1 rakat vitr o'qirdilar. U kishi kiyimlarining ustida payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning muborak mo'ylaridan birini olib yurardilar. O'zlarining kiyimlariga shuni qo'shib olgan edilar. Bu kishi masjidda dars aytardilar. Bir kuni dars qilayotgan bir paytda bir odamning soqoliga nimadir yopishib qolgan ekan, u unday sipalab o'sha narsa tushib ketdi yerga, tashlab yubordi. Keyin bu kishi dars tugagunga qadar haligi narsaga qarab, keyin odamlarga qarab turdilar. Men kuzatib turibman deydilar. Buni rivoyat qilgan odam Ali ibn Muhammad ibn Mansur dan eshitilgan bir rivoyat. Qarab turibman, u kishini kuzatib turibman. Haligi soqoldan tushib ketgan narsaga qarab, ko'zlarini qirlari bilan qarab, o'shani yo'qotmadilar. Odamlar boshqa narsaga alahsib turgan paytda sekin oldilarda yenglarning ichiga soldilar. Mendan boshqa hech kim ko'rmadi. Hamma odamlar darslarini tugatib, ishlarini bitirib chiqib ketganlardan keyin sekin olib chiqib ko'chaga tashlab keldilar. U biron bir najosat emasdi. Soqoliga yopishib qolishidan odamlar azob chekadigan. Soqoliga yopishib turmasa bo'ldi. Soqolga endi bir non urog'i ham yopishib qolish mumkin. Ya biron bir gurunch yopishib qolish mumkin. Endi u najas emas-ku. U ahad emas-ku. Najas bo'lganda o'sha odam soqoldan olib masjidga tashlamasdi. Lekin Imom Buxoriy najosat bo'lmasa ham insonning badaniga yopishib turishi xush ko'rilmaydigan, inson shuni o'ziga ep ko'rmaydigan narsani masjidda ham qolishini xush ko'rmadilar. Shu inson badanidagi ko'tarib yurishdan demak noqulay bo'ladimi? O'zini noqulay his qiladi. O'shanday narsani olib o'zlari masjiddan ham tashqariga chiqarib tashladilar. Demak, Allohning uyini, masjidni, ibodatni shu darajada bu kishi qadrini biladigan taqvodor zot edilar. Ana shunday taqvolari, e'tiqodlariga mukofot, uning sharofati tarzida ham Alloh taolo bu zotlarga mana shunday hech bir joyda uchratilmaydigan ajib bir qobiliyatni, talantni, xotirani Alloh bu kishiga nasib etdi. Hamma ulamolarga bo'lgandek bu kishini ham davrlarda qattiq bir fitnalarga bu kishi mubtalo bo'lgan ekanlar. U fitnalar bu yerda hozir bir qanchalarni keltirishgan o'z zamonlaridagi ba'zi ahli ilmlar bu kishi barcha dunyo olimlarining ilmlarini olib hadislarni o'rganib, keyin ularni sahihni o'zlari ajratib, o'sha o'zlari o'qigan olimlarga sahihni keyin o'rgatganlar. O'zlari ulardan avval hammasini o'rganib bo'lib, keyin ularga to'g'risini o'rgatib ketganlar. Bu kishi Nisoburga borgan paytlarida Muhammad ibn Yahya Duhari degan bir o'sha zamonning, o'sha shaharning olimi bilan o'rtada biroz gap aylanib qolgan ekan. Bu kishi u shaharga mansab tilab kelmadilar, boshqa so'rab kelmadilar. Bu kishini o'zlaridan o'zlari Alloh bergan shon va shuhratlari bu kishi bormaslardan oldin mamlakatlarga tarqalar ekan. Buxoriy kelyapti degan gap so'z tarqar ekan shaharda, keyin shaharning hokimlari, valiylardan tortib, olim ulamolar hammalari Buxoriyning istiqbollariga chiqishar ekan, kutib olishar ekan. Buni ko'rgandan keyin o'sha shahardagi ahli ilmlardan ba'zi birlarini hasadlar qo'zg'ab, keyin Buxoriy haqlarida tuhmatlar qila boshladilar. Shunday qilib
shaharga sig'dirmadilar. O shaharda Imom Muslim istiqomat qilar ekanlar. Imom Muslim Buxoriyning kelishlarini eshitib juda xursand bo'ldilar. Avvalda o'sha Muhammad ibn Yahya Duhaliyda borib o kishi hadisdan dars olar ekanlar. Lekin bu kishi kelganlaridan keyin u Muhammad ibn Zuhaliy kimki Buxoriyning oldiga borsa, biz oldimizga kelmasin degan qarorni chiqarib qo'ygandan keyin Imom Muslim hamma kitoblarini, daftarlarini bitta tuyaga yuklab, o'zlarini kiygan kiyimlarini yuklab, u Zuhaliyning oldiga jo'natib borgan ekanlar. O'zlari esa Imom Buxoriy bilan qolgan ekanlar. Imom Muslimning yozgan kitoblari Sahih Muslim ham dunyoda Imom Buxoriyning kitoblaridan keyingi o'rinda turadigan sahih kitob. Bu kishi ilmlarini olib yana oxirida vatanlariga qaytib Buxoroga keladilar. Buxoroga kelgan paytlarida yana odamlar oldindan bu kishini ovozalarini, shon shuhratlarini eshitib hammalari mushtoq bo'lib turgan edilar. Kelishlari bilan u kishi bir masjidda dars ayta boshladilar. Buxoro ahli hammalari kelishib, yig'ilishib, xursand bo'lishib, katta yu kichik olimlardan tortib o'rtacha ilm ahllarigacha, oddiy kishilargacha hammalari kelib Imom Buxoriydan dars ola boshladilar. Shunda Buxoro amiridan keyin bir kun xabar keldiki, Imom Buxoriy u masjidda o'tirib dars bermasin, kelib meni saroyimga kelsin. Meni saroyimda dars bersin, meni namoz o'qigan joyimda dars bersin, men o'zim ham dars olayin Buxoriydan, keyin meni bolalarimga ham ilm bersin, o'qitsin dedilar. Shunda Buxoriy aytgan ekanlarki, ilm bu sultonlar eshigida yurmaydi. Ilm bu odamlarning ketidan ergashib yurmaydi, balkim ilmning ketidan ergashiladi. Kimga ilm kerak bo'lsa, u kelib marhamat qilib dars olaversin. Men masjiddan qimirlamayman. Masjidda o'tirib, olimu omi, katta yu kichik, boyu kambag'al, shohu gadoga barobar Rasulullohning so'zlarini yetkazaman. Men o sultonlar ostonasida o'tirishim menga yarashmaydi. U kishi kelib bemalol o'g'illari ham, o'zlari ham kelib darsini olib ketaversinlar degan so'zni javobini berganlaridan keyin amirga bu gap qattiq tegadi. Men amir bo'lsam, bu kishi oddiy bir inson bo'lsa-yu, bizga shunday muomala qiladimi deb keyin aytdiki, bu shahardan chiqib ketsin Buxoriy tezda. U narigi o'sha Nisoburda ham shunday bo'lgan ekan. Bu shaharda yo Buxoriy tursin, yo men turaman degan ekan haligi bir ahli ilm. Keyin Imom Buxoriy mayli sizlarga qiyin bo'lmasin deb Nisoburni tashlab chiqib ketdilar. Keyinlaridan Imom Muslim ham ergashib chiqib ketgan ekanlar. Imom Muslim Buxoriyga shogird bo'lib o'shadan boshlab ergashib ketdilar. Bu joyda ham Buxorodan chiqib ketsin degan amr farmon bo'ldi. Keyin Imom Buxoriyga bu amrni yetkazishdan oldin, bu qarorni chiqarishdan oldin amir o'zini odamlar bilan shahardagi ba'zi ahli ilmlarni chaqirib, ularga buyurgan ekanki, Buxoriyning bir xatosini topasizlar. Bu haqida gap tarqatasizlar deb amir buyruq berdi. Keyin Buxoriy hazratlari haqida u kishining e'tiqodi buzuq odam, u kishi falon odam, u kishi piston odam deb ahli ilmlar gap tarqatib berishdi. Xuddi falonchi Vahobiy degandek. Imom Buxoriyning o'z davrida falondaqa odam, pistondaqa odam deb toza gapni Buxoroda tarqatishdi. Undan keyin amirning farmoni bo'ldi, chiqib ketsin shahardan. Bunaqa odam bizga kerak emas, e'tiqodi buzuq odam, yo'nalishi teskari odam, bizni dinimizga xilof ish tutadigan odam deb u kishini tuhmat qilishdi. Keyin shahardan chiqishga majbur bo'ldilar. Bir oy o'tib o'tmasdan yuqoridan, ya'ni xalifalikdan buyruq keldi. Bu Xolid ibn Ahmadning o'zining aybi ochilib, u amirlikdan bo'shatilib, urg'ochi eshakka teskari o'tkazilib, Buxoro shahri aylantirildi. Keyin uni o'zini qamab qo'yishdi. Bu kishi Samarqandga qarab yuzlandilar. Xartang degan bir qishloqqa yetdilar, Samarqandning yaqinida. Shu yerda bir qarindoshlari bor ekan, o'sha qarindoshlarinikida tushdilar. Keyin bir necha muddat o'sha yerda istiqomat qildilar. Samarqand ahlidan bularga vakillar kelishib, o'zlarini shaharlarga taklif qildilar. Bir rivoyatda amir Samarqand amiriga ham odam jo'natib, shunaqa odam borsa kirgizmanglar shaharga degan so'zni yetkazgan. Yana bir rivoyatda esa Samarqand ahli yo bizga keling, bizda darsingizni davom ettiring deb iltimos qildilar. Shunda Imom Buxoriy mayli deb ularning takliflarini qabul etib, markabga minmoqchi bo'lib turgan paytlarida kasallari og'irlashib qoldi. Keyin endi meni to'xtatinglar, tushiringlar dedilar. Tushirdilar markabdan. Keyin yotqizdilar. O'sha kechasi
iftor namozini o'qiganlaridan keyin duo qildilarki, endi o'zingni huzuringga olgin deb u kishi duo qildilar. Shundan keyin oradan biroz vaqt o'tib o'tmasdan Eidul Fitr, ya'ni Ramazon oyining oxiri, ertaga hayit bo'ladigan kuni kechasi, Arafa kechasida shanba kuni kechqurun omonatni topshirdilar, vafot etdilar. Abdul Vahid ibn Adam at-Tawavisi rivoyat qiladilarki, men tushimda Hazrati Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni ko'rdim. Qarasam, u kishi o'zlarini jamoatlari, sahobalardan bir jamoat bilan bir joyda to'xtab turibdilar ekan. Yurib ketishlari kerak bo'lgan joyda to'xtab turgan ekanlar. Men u kishiga salom berdim, javob qilib alik oldilar. Keyin men so'radimki, "Ya Rasululloh, bu yerga nega to'xtadingiz bu yerda?" desam, u kishi aytdilarki, "Muhammad ibn Ismoilni men kutyapman" dedilar. Keyinchalik bizga ma'lum bo'lishicha, o'sha kuni, o'sha kechasida Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy omonatni topshirib vafot etgan ekanlar, deydilar. Shunday qilib bu kishi 256-hijriy sanada shanba kuni kechqurun Eidul Fitr arafasida jonlari uzildi, oxiratga safar etdilar. Yoshlari 62 da bo'lgan ekan. Alloh taoloning mag'firati, marhamatlarini so'rab qolamiz. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Allohumma salli ala Muhammad va alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohim.